Barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana kompotman. Obunachilar, bugun juda ham ajoyib va sizlar yoqtirgan ish qilmoqchimiz obunachilar. Qanaqa ish deydiganlar bo'lsa obunachilar, bugun biz qishloqqa tashrif buyurmoqchimiz. Kompot, biz o'z qishloqda o'tiribmiz-ku deydiganlar bo'lsa, yo'q obunachilar, biz har xil qishloqqa tashrif buyurganmiz shu paytgacha. Lavali qishloqqa tashrif buyurganmiz, misol uchun mana bu yuqorida ko'rib turganingizdek, bugun esa obunachilar, to'g'ri tushundinglar. Biz hozir suvli qishloqqa tashrif buyuramiz obunachilar. Video boshlanishidan oldin bitta like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, bo'lmasa biz hozir shunday narsalarimizni olamiz-da, shunday o'sha qishloqqa survoramiz obunachilar. Mayli bo'lmasa, birinchi o'rinda mana bularni olib olamiz va telefonimizni olib olamiz. Menimcha ajoyib bo'ldi. Ana endi qishloqda ko'rishguncha obunachilar, men hozir shunday qilib qulflab qo'yamiz-da. Shunday taksischani chaqirib ketamiz. Xo'sh, alo, taksi yaxshimisiz? Xo'sh, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Biz hozir mana bu yerga tushdik. Yo, kompot deydiganlar bo'lsa, ha obunachilar, mana bu yerga tushdik. Mana orqada turibdi, ko'rganinglardek. Bu yerda suvli qishloq turibdi. Sizlarga yoqmoqdaman obunachilar. Buni qaranglar, juda ham zo'r, yuqoridan eng chiroylisi yuqoridan ko'rinadi va har xilcha sharshalar ham bor obunachilar. Lekin obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'sh, mayli, bo'lmasa assalomu alaykum. Qishloq g'alati emas san ekan-ku. Nima g'alati emas. Endi lavali qishloqqa borgan paytim qishloqlar qizib ketgandi-da, qizor yotuvdi, pomidorga o'xshab. Lavali qishloqqa ham boruvdingmi sani? Ha, lavali qishloq juda ham issiq bo'lgandi-da. Nima suvga-ku, kirishda oldin bitta hazil qilishing kerak. Hazil mayli. Hazil bir kuni bitta bor chumoli zadin salto otib shunday dumalab ketib qolibdi. Hozir nimasi kulgili bo'ldi hozir, chumam? Mayli, men kulling bo'ldimi, yoqdimi? Endi men qadam bilan masalan komedik emas-ku, men qishloqda obzor qilgan keldim. Mayli, kulgili ekan. Shu kunlarda borki juda ham bir yemagan hazillar aytyapti-da ko'pchilik. Nima bu, shunaqa sizlarning o'zinglarning shunaqa qonun qoidalarmi? Shunaqa edi, mayli kirishing mumkin. Isming kim? Kompot meni ismim. Mayli, darchiganda xursandman. Yana bitta hazil qil. Obbo. Bilmadim, hozir qanaqa hazil qilish bilmayapman, nima desam bo'ladi. Bir kuni Zumrad olmosga qarab kulib o'ribdi, tushundingmi? Bo'pti ana endi bo'ldi. Obunachilar, o'zim nima deganimni o'zim ham bilmadim. Mayli, xo'sh. Oh my god. Chumam, nima qishloqlar bu yerga terilib, ochratda turibdi navbatda. Obunachilar, men bu yerga so'rashim kerak. Bu yerda nima bor ekan? Obunachilar juda ham qiziqmenga. Mayli bo'lmasa, shunday navbatga turmasam bo'lmaydi. Xo'sh, bo'lmasa kutamiz obunachilar. Kutamiz obunachilar. Xo'sh. Xo'sh, obunachilar, вообще odam charchab ketdi va ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Oh my god, obunachilar. Yer osti akvariumi desak ham bo'ladi obunachilar. Juda ham ajoyib chiroyli bolalar qizlar. Sizlarga yoqmoqdaman, kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun menga mana bu yuqoridagi baliqni qaranglar, juda ham kattaligini. Wow. Gap bo'lishi umuman mumkin emas obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda yuqorida baliq bor va mana bu yerda ham baliq bor. Bilsanglar, agar men yanada tezroq gapirishga harakat qilyapman. Nima uchun bilmadim-u. Endi bilasizlar, men o'zimni boshlovchidek his ko'ryapmanmi? Mayli nima bo'lganda ham, lekin tez gapirsam ham obunachilar mana bu yerdan tez chiqa olmayman. Shu sababdan asta-sekinlik bilan tap chiqamiz. Xo'sh, bu yer nima ekan? Bu nima ekan? Men chumam bu. Bu qanaqadir narsami, janob, yaxshimisiz? Nimaga, uka? Jotga bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Men bilmayman mana bu yuqoridagi narsalar. Endi bilasan, men kelganimdan beri o'zim ham bilmayman bu yuqoridagi narsalar qanday kelgan, nima bo'lgan. Lekin bu juda ham zo'r bu qishloq. Juda ham zo'r, вообще salqingina qishloq ekan. Keyin bo'ldi issiq kunlarda bilasizmi, nima mana bu yer uzilib qolgan. Endi men bilmayman, nima bo'ladi. O'zing bilib ol, qanday bunday uzilib qolganini. Endi birorta sabab bo'lishi kerak. Endi siz bu yerda yashayapsizmi? Men boshim og'ritmayga. Bor. Xo'p, mayli. Obunachilar juda ham yomon ekan-ku. Bu brat nimadir dedimmi, men bunga nimadir yomon gapirdimmi? Xo'sh, bu yerda suv yo'q ekan. Nimacha suv yo'q? Men suvli qishloqda. Uka, mana bu yerda shuncha suv yetmayaptimi senga? Endi aytayotgandim-da, mana bu yer juda ham xavfli bo'lib qolgan chuqurlik. Endi bu yerda borki, toshingni ter degan gap bo'ladi-da, tushunyapsanmi? Rostmi? Bu yerda tosh yo'q-ku bo'lmasa. Chopda bo'lmasa bassenga cho'mil. Tushundingmi? Bo'ldi, chop boshimni ortma. Samga o'ynaysan. Yugur, davay. Qorang ochir. Bo'ldi, jigar juda ham yomon ekan-ku, juda ham jahli yomon ekan. Ikkita ko'zni aytsammi? Oh my god, obunachilar, bitta buni kiyib ko'rishimiz kerak. Ish qilib o'tgan safargidek obunachilar bir safar esinglarda bo'lsa, men lavali
qishloqqa kirgan paytim shu lavali broniyani kiygandim, qizib ketgandim, terlarimni kuydirib yuborgandi va bu yerda oh my god, what is that guys? Oh my god, vashta suv bo'lib ketdi hamma joy. Mayli, nima bo'lganda ham juda ham zo'r, lekin bizga bular kerak emas. Bu nima ekan, ha? Mayli, nima bo'lganda ham. Menimcha bu yer ham bir xil bo'lsa kerak desam, bu yerda juda ham boshqacha. Sharbat, obunachilar, bir nima desam bo'ladi, 10 chelak sharbat bor ekan. Xo'sh, obunachilar, men tushundim. Mana bu yerda uzilib ketgan joylarni to'g'rilash kerak. Ha, mana bu yerda narsalarni ko'rib o'zi bilib oldim obunachilar. IQ 100 ming desam ishonmaysizlar-da. IQ 100 ming emas, kompot. Boshimni ortmadi. Aytgancha obunachilar, mana bu orqa fondagi mana bu mana bu yerga qo'yil ekan. Короче, mana orqa fondagi nima desam bo'ladi? Qushlarning ovozi eshitilmoqda. Kommentariyada yo'z qoldiringlar obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham yaxshi. Malades ukam. Mayli, cho'miling mana shu yerga. Cho'milmaydilar-ku. Ayni hazillashdim-da. Okay. Ana endi mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Bitta va ikkinchisini mana bu yerdan mana shunday narvoncha bilan chiqamiz edi. Ikkinchisini mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Menimcha juda ham ajoyib va mana bu yerga oh my god, obunachilar, mana bu yerga qo'yib chiqish kerak. Ehtiyot bo'lib qo'yish kerak. Oppa, yaxshi. Ana endi bularni buzib chiqish kerak. 1 2 3 4 5 6 va hokazolar obunachilar. Mana bu yerda tushib ketib qoldik-ku. Qanday qilib chiqamiz deydigan bo'lsa, mana bu yerdan sekinlik bilan chiqamiz. Janob, mana bu yerda to'g'rilash kerak ekan, bilsangiz agar. Ha, uka, endi to'g'irlash kerak bo'lsa to'g'irlaysan-da endi. Xo'p, mayli, jahl qilmang. Okay. Xo'sh, ana endi mana bu yerim qolib ketibdi-ku, obunachilar. Xo'sh, endi buni ham buzib chiqamiz. Xo'p, ikkita to'g'rilangan bo'lsa, yana 3 tami qoldi, to'g'rimi? 5 ta bu yerda bo'lsa, yana 3 ta qolibdi ekan. Chonki to'g'irlayapsanmi? Hammasi to'g'irlab bo'ldingmi? Hammasi to'g'rilanmagan, menimcha 3 tasi to'g'rilangan ekan, 2 tasi buzilgan ekan menimcha. Hammasi to'g'irlanib bo'ldi endi. Malades. Ha. Mana obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, barchasini to'g'irladik. Ana endi qayerga yana muammo bor ekan bu yerdachi. Bu yerda qaranglar, nima desam bo'ladi? Juda ham ajoyib sharoitcha qilingan ekan. Menga juda ham yoqdi. Sharoit sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bitta kompyutercha bo'lmadi Minecraft o'ynash uchun. Xo'sh, yoki Roblox o'ynash uchunmi, bilmam yana ham. Xo'sh, ana endi yana nimalar bor ekan? Yana nimadir birorta muammolar bor ekanmi? Xo'sh, bu bashnilar 5 ta bashni bor ekan. What the? Okay. Menimcha deyarli hech nima yo'q bu yerda va bu nimasi bo'ldi janob? Bu nima bu? Qarochi uka, bu yerga kirasan-da. Qarochi 30 sekund ichiga mana shu sandiqdagi hamma narsalarni olib chiqishing kerak. Bu mani rekordim, bilasanmi? 29 sekund bo'lgan. Oh my god, 29 sekund realni. Albatta, kirib bitta tekshirib ko'rish olmasa. Agarda menga ishonmasang, bitta o'zing bitta rekord chaqirib ko'rchi. Rekordmi? Mayli, bo'lmasa agarda rekord bo'lsa rekord, bir sinab ko'ramiz. Nima uchun sinab ko'rmaymiz? To'g'rida sinab ko'rdi. Tushundingmi? Isming nima sani? Meni ismim Kompot. Meni Roma deb chaqirishingiz mumkin. Bo'ldi, Kompot deyman, Roma yo'qmadi. Xo'p, mayli. Bo'lmasa endi qani obunachilar bitta sakrab biz o'zimizdan qani ketdi. Taymerni boshlab yubordim ham jigar. Bo'ldi, davay dedi. Yaxshi, davay tezroq. Ham sandiqlarni bo'shatish kerak. Davay. Oppa, normalniy. Ana endi mana bu yerda mana buni ochilmadi obunachilar. Mana buni on qilamiz. Qani. Mana bu yerda bo'lish kerak, Oppa, normalniy. Bu yerdan ham qo'yamiz. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Obunachilar, bizga yana 10 sekund qoldi. 10 sekund. Davay. Tezroq. Oppa, normalniy. Ana endi bo'ldi, chiqib olish kerak. Ulgurmaymiz. Davay, chiq, tezroq chiq. Voy, obunachilar. Ulgurmadim-ku. Lekin normal so'z ekan. Agarda o'zing kuchaytirsang, bundan ham zo'r ishlarga nima edi? Ana qo'ling boradi. Ha, mayli, katta rahmat, juda ham zo'r ekan. Obunachilar, men qaranglar, 30 sekund, ya'ni 29 sekund ichida barcha sandiqlarni bo'shatib chiqqan ekan. Men qishloqi rekord ekan, juda ham hayronman, juda ham chotki. Agarda shunaqa qobiliyatlari bo'lsa, bu esa merda uyi, to'g'rimi? Ya'ni suv qishloqining mer uyi. Короче, obunachilar, nima deganim o'zim ham bilmadim. Va bu yerda nima bor ekan? Bu yerda kamalakli nima desam bo'ladi? Ana u suv bor ekan, obunachilar. Kamalakli suv, ajoyib. Lekin mana bu yuqoriga chiqib bo'lmasa ekan, juda ham yomon. Va bu yerda nima bor ekan? Yana ochratma. Mayli, yana bir kutaylikchi, yana nimalar bor ekan. Xo'sh, mani ochratim keldi va lekin hech kim qolmadi ortimdan. Va oh my god, obunachilar, qaranglar, juda ham chiroyliligini, gullarni.
suv bor joyda gullar ham juda ham ajoyib o'sadi deganlar rost ekanda. Buni qaranglar, juda ham zo'r, chiroyli, rang-barang bo'lib, ochilib turibdi. Menga juda ham yoqdi. Hammaga yoqadimi? Ha, qishloq to'g'ri aytasan. Ana bu yonimdagi qishloqlar aqllilik qilyapti-da obunachilar. Nima ham derdim obunachilar, men ko'rishingiz mumkin. Menimcha ishtimay qolmadi. Bu yerda polizlar bor va bu yerda ikkitagina xona bor. Omborxonani o'rniga mana bu yerda oddiygina xona qilib qo'yishibdi. Sizlarga yoqdimi obunachilar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi mana bu yerdan chiqib yuboramiz-da, tashqariga xayrlashamiz. Obunachilar, bu yerga bir adashmasam bir 30 yarim soatdan beri shu ishlarni qildim. Ha, yarim soat bo'ldi. Yarim soatda barcha ishlarni qilib, obzor qilib sizlarga ko'rsatdim obunachilar. Haziling bo'lmadimi hali? Chodik hazilchalar yo'qmi yana? Hazilchalar kelmadimi? Ha, hazil keldi. Bitta qishloqqa mana shu eshik oldiga turgan ekan, dumalab, короче, o'sha tushundingmi? Nima o'sha? Короче, kal bo'lib qopti. O'zi kalkiman. Shuda. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Xayr, sog', salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar. Mana meni hazilim yemagan bo'lsa ham meni yedi deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Xayr, sog', salomat bo'linglar. Ko'rishguncha obunachilar.